Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, aziz do'stlar. Bugungi videomiz har bir pensioner, har bir oila uchun, ayniqsa shu kunlarda pensiyada bo'lgan yaqinlari borlar uchun o'ta muhim va dolzarb mavzuga bag'ishlanadi. Agarda sizda pensiya oluvchi ota-onangiz, bu bobongiz bo'lsa yoki sizning o'zingiz pensioner bo'lsangiz, diqqat bilan eshiting. Chunki bugun sizga shunday ma'lumotlarni aytamanki, ularni bilmaslik pensiyangizning yarmini, hatto undan ko'prog'ini yo'qotishingizga sabab bo'lishi mumkin. Ha, adashmadim. Yangi qoidalar, yangi nazorat mexanizmlari joriy etilmoqda va bu pensiyalarimizga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Bu ma'lumot nafaqat sizni ogohlantiradi, balki qanday qilib o'zingizni himoya qilish, qanday xatolarga yo'l qo'ymaslik haqida aniq ko'rsatmalar ham beradi. Shuning uchun darhol kanalga obuna bo'lishni, ushbu videoga like bosishni unutmang. Chunki bu ma'lumot iloji boricha ko'proq odamlarga yetib borishi kerak. Videoni oxirigacha ko'ring, bitta ham muhim tafsilotni o'tkazib yubormang. Muammoning mohiyati avval qanday edi va hozir nima o'zgardi, azizlar? Uzoq yillar davomida pensiya tizimi nisbatan barqaror edi. Pensiya odatda fuqaroning hayoti uchun asosiy daromad manbai hisoblanar edi va undan faqatgina juda jiddiy sabablar, masalan, aliment majburiyatlari, sud qarori bilan belgilangan katta qarzdorliklar, masalan, bankdan olingan kreditning to'lanmagan qismi yoki yirik mol-mulk tortib olish kabi mavjud bo'lgandagina ushlab qolinardi. Odatda bu jarayon ham uzoq va murakkab sud ishi orqali amalga oshirilardi va pensiyadan ushlab qolish miqdori ham aniq qonuniy doiralarda belgilangan edi. Fuqaro o'zining huquqlaridan xabardor bo'lsa, odatda kutilmagan to'lovlar bilan kamdan-kam duch kelardi. Ya'ni avvallari pensiya sizning shaxsiy daxlsiz hududingiz kabi edi. Unga tegish juda qiyin edi. Siz pensiyani olasiz va uni xohlaganingicha tasarruf qilasiz. Unga nisbatan faqatgina sud ijrochilarining juda jiddiy asosli talablari bo'lgandagina qo'l urilardi va bu ham odatda barcha sud instansiyalari tugagandan so'ng sodir bo'lardi. Ammo bugungi kunda vaziyat sezilarli darajada o'zgardi. So'nggi bir necha yil ichida, ayniqsa raqamlashtirish jarayonlari jadal rivojlanayotgan bir paytda davlat idoralarining o'zaro ma'lumot almashish tizimlari takomillashdi. Bu esa turli xil majburiyatlarni, qarzdorliklarni yoki qoidabuzarliklarni ancha tezroq va samaraliroq aniqlash imkoni bermoqda. Endi gap faqatgina sud qarorlari haqida emas. Masalan, soliq idoralari, Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi, qo'shidagi pensiya jamg'armasi, Ichki ishlar vazirligi, hatto kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar o'zaro ma'lumot almashib, shaxsning harakatlari yoki holati bo'yicha turli xil tafovutlarni aniqlashi mumkin. Bu esa pensiya miqdoridan ushlab qolish uchun yangi mexanizmlar va sabablar paydo bo'lganini anglatadi. Endi pensionerlar nafaqat yirik moliyaviy qarzdorliklar, balki mayda ma'muriy huquqbuzarliklar, deklaratsiyalanmagan daromadlar, ijtimoiy imtiyozlarni noto'g'ri olish yoki pensiya hisob-kitoblaridagi xatolar tufayli ham pensiyalarining bir qismidan ayrilishi mumkin. Eng xavfli jihati shundaki, bu jarayonlar ba'zan oldingi kabi uzoq sud jarayonlarisiz ham amalga oshirilishi mumkin. Ya'ni siz bir kuni bank kartangizga tushgan pensiya miqdori kamayganini ko'rib hayron qolishingiz mumkin. Chunki qandaydir qarzdorlik yoki jarima avtomatik ravishda ushlab qolingan bo'ladi. Bu o'zgarishlar asosan byudjet intizomini kuchaytirish, ijtimoiy nafaqalarni maqsadsiz ishlatilishining oldini olish va mamlakatda barcha fuqarolarning soliq majburiyatlariga rioya qilishini ta'minlashga qaratilgan. Hukumat bu orqali adolatli va shaffof tizimni yaratmoqchi. Ammo bu jarayonda pensionerlarning o'zlari ham ogoh va bilimdon bo'lishlari shart. Aks holda kutilmagan moliyaviy muammolarga duch kelish ehtimoli ortib boradi. Asosiy qism bin nimalarni bilish kerak? Kimlar xavotir olishi kerak va kimlar xavotir olmasligi kerak? Endi esa azizlar, eng muhim qismga o'tamiz. Pensiyangizga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan aniq sabablarni va kimlar xavotirga tushishi kerakligini batafsil ko'rib chiqamiz. Kimlar xavotir olishi kerak? Bir deklaratsiya olinmagan, norasmiy daromadga ega bo'lgan pensionerlar. Bu holat eng keng tarqalgan va potensial xavfli hisoblanadi. Ko'pchilik pensionerlar pensiya miqdori kamligidan norasmiy ravishda qo'shimcha daromad topishga urinadilar. Bu quyidagilar bo'lishi mumkin. Turar joy ijarasi, masalan, sizda bir xonali kvartira yoki uyning bir qismi bor va siz uni rasmiy shartnomasiz, soliq to'lamasdan ijaraga berasiz. Soliq idoralari endi bunday holatlarni aniqlash uchun turli mexanizmlardan foydalanadi. Masalan, mahalliy hokimiyat bilan ma'lumot almashish,
kommunal to'lovlardagi keskin o'zgarishlar. Masalan, bir kishilik oilada suv yoki elektr energiyasi iste'moli birdaniga 4-5 kishilik oila darajasiga yetishi. Qo'shnilardan kelgan xabarlar yoki hatto ijtimoiy tarmoqlardagi e'lonlar. Agar bunday holat aniqlansa, sizdan nafaqat to'lanmagan soliqlar, balki katta miqdordagi jarima ham undirilishi mumkin. Bu mablag'lar pensiyadan ushlab qolinishi mumkin. Norasmiy ish, ba'zi pensionerlar farroshlik, qorovullik, duradgorlik, tikuvchilik yoki boshqa mayda xizmatlarni norasmiy ravishda ko'rsatishadi. Agar siz bu ishlardan daromad olayotganingizda, bu holat qandaydir yo'l bilan aniqlansa, masalan, kimdir shikoyat qilsa, bank o'tkazmalari tekshirilsa yoki mahalla faollari orqali ma'lum bo'lsa, bu ham deklaratsiyalanmagan daromad sifatida baholanib, soliqlar va jarimalar undirilishiga olib kelishi mumkin. Savdo faoliyati, bozorlarda, rastalarda uyda tayyorlangan mahsulotlar, masalan, somsa, non, pishiriqlar soliq to'lamasdan sotish ham norasmiy daromad hisoblanadi. Misol, bu vijonimiz Mavluda Toshkentda ikkinchi bir xonasini talabalarga 1 million so'mga ijaraga berar edi, rasmiy ro'yxatdan o'tmasdan. 3 oy o'tgach. Soliq idorasi uning nomiga kelgan kommunal to'lovlar va mahalladan olingan ma'lumotlar asosida tekshiruv o'tkazdi. Natijada u 4 million so'm 3 oylik ijara daromadini yashirganlikda ayblandi. Unga 2 million so'm soliq va 20 million so'm jarima hisoblandi. Bu jami 3 million so'm pensiyasidan ushlab qolinishi kerak bo'lgan summani tashkil etadi. Mavluda Buvijonning pensiyasi ilk hektar million so'm edi. Unga nisbatan Iginbardensiz ushlab qolish belgilandi. Ya'ni har oy 106 ming so'm. Bu degani qariyb 9 oy davomida u kamaytirilgan pensiya oladi. Bu juda katta muddat, to'g'rimi? 2. Endi munosib bo'lmagan holda ijtimoiy nafaqalar olib kelayotgan pensionerlar. Ba'zi ijtimoiy nafaqalar, masalan, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki nogironlik pensiyasi ma'lum shartlar asosida beriladi. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi. Agar uni oluvchi shaxs turmushga chiqsa yoki turmush qurmasa ham, uning moddiy holati sezilarli darajada yaxshilansa, masalan, katta meros olsa yoki rasmiy ishga joylashsa, bu pensiyani olish huquqini yo'qotishi mumkin. Ammo u bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar bermasa, u ortiqcha to'lovni olib kelgan bo'ladi. Nogironlik pensiyasi, nogironlik darajasi o'zgarganda, masalan, sog'lig'i yaxshilanganligi sababli nogironlik olib tashlansa yoki pasaytirilsa, bu haqda pensiya jamg'armasiga zudlik bilan xabar berish kerak. Aks holda ortiqcha to'langan mablag'lar undirilishi mumkin. Misol, bobojonimiz o'lim 3-guruh nogironi bo'lib, har oy nogironlik pensiya olar edi, 2 million so'm. 3 yil davomida uning sog'lig'i sezilarli darajada yaxshilandi va u mahalla guzarlarida qorovullik qilib norasmiy berdi. 8 million so'm daromad topa boshladi. Uning nogironlik guvohnomasi muddatini uzaytirish uchun tibbiy ko'rikdan o'tganida uning sog'lig'i yaxshilanganligi aniqlandi va unga nogironlik guruhini berish rad etildi. U so'nggi 1 yil davomida sog'lig'i yaxshi bo'lganiga qaramay nogironlik pensiyasi olganligi aniqlandi. Natijada pensiya jamg'armasi undan urdi 4 million so'm, 2 million so'm 12 oy ortiqcha to'langan mablag'ni undirishga qaror qildi. Bobojon olimning hozirgi pensiyasi, nogironlik pensiyasi to'xtatilganligi sababli endi faqat yoshga doir pensiya 25 million so'm bo'lgan. Undan ehli pulni ushlab qolish belgilandi. Ya'ni har oy 750 ming so'm. Bu esa qariyb 20 oy davomida davom etadi. Bu juda og'ir vaziyat, chunki u deyarli 2 yil davomida pensiyasining yarmini oladi. 3. Ma'muriy jarimalarni o'z vaqtida to'lamaganlar. Bu ham hozirda tez-tez uchraydigan holat. Yo'l harakati qoidalarini buzganlik, tezlikni oshirish, noto'g'ri joyda to'xtash, telefon ishlatish, jamoat joylarida tartib intizomni buzish. Hatto kommunal to'lovlarni uzoq muddat to'lamaslik kabi mayda huquqbuzarliklar uchun belgilangan jarimalar yoki qarzdorliklar o'z vaqtida to'lanmasa, ular sud qarorisiz ham to'g'ridan-to'g'ri pensiyadan ushlab qolinishi mumkin. Bu ayniqsa avtomatlashtirilgan jarimalar tizimida keng qo'llanilmoqda. Misol, pensioner Zaynab Buvijon piyodalar o'tish joyidan noto'g'ri o'tganlik uchun 300 ming so'mlik jarima oldi. U bu jarimani unutib qo'ydi. Bir necha oydan keyin sud ijrochisi bu jarimani undirish to'g'risida qaror chiqardi. Qaror avtomatik ravishda uning pensiya kartasidan irim bedenni ushlab qolishga olib keldi. Zaynab Buvijonning pensiyasi ilk 5 million so'm edi. Demak, uning pensiyasidan har oy 300 ming so'm ushlab qolinib, bir oy ichida jarima to'liq undirildi. Agar jarima kattaroq bo'lganda bu jarayon bir necha oy davom etishi mumkin edi. 4. Pensiya hisob-kitobidagi
xatolar tufayli ortiqcha to'lov olganlar, ba'zida pensiya jamg'armasining xodimlari tomonidan yoki avtomatlashtirilgan tizimda xatolar tufayli pensionerga hisoblangandan ko'proq pensiya to'lanishi mumkin. Agar bu xato keyinchalik aniqlansa, ortiqcha to'langan mablag'lar pensionerning roziligisiz yoki sud qarori asosida undirilishi mumkin. Misol, pensioner Anvar bobo 3 oy davomida o'z pensiyasiga qo'shimcha 200 ming so'mdan olib keldi. Ya'ni jami 600 ming so'm. U dastlab buni tushuna olmadi, ammo hech kimga aytmadi. Keyinchalik pensiya jamg'armasi o'z hisob-kitoblarida xatoni aniqladi va Anvar bobodan bu 600 ming so'mni qaytarib berishni talab qildi. Anvar boboning pensiyasi 26 million so'm edi. Undan iri-pudit ushlab qolish belgilandi, ya'ni har oy 320 ming so'm. Natijada 2 oy davomida uning pensiyasi kamaytirildi. Kimlar xavotir olmasligi kerak? Agar siz quyidagi qoidalarga rioya qilsangiz, pensiyangiz uchun jiddiy xavotirlanishga hojat yo'q. Barcha daromadlaringizni rasman deklaratsiyalasangiz va soliq to'lasangiz. Ya'ni agar siz mulkingizni ijaraga bersangiz, buni qonuniy rasmiylashtirsangiz va tegishli soliqni to'lasangiz. Agar siz norasmiy ishlamasdan rasmiy ravishda ishga joylashsangiz, bu daromadlar qonuniy hisoblanadi. Pensiyangiz sizning yagona rasmiy daromad manbaingiz bo'lsa va sizda boshqa hech qanday norasmiy faoliyat yoki mulk bo'lmasa, ijtimoiy nafaqalarni olish uchun sharoitlaringiz o'zgarganda, masalan, nogironlik darajasi, oilaviy holat, pensiya jamg'armasiga zudlik bilan xabar bersangiz, mavjud jarimalar va kommunal to'lovlar bo'yicha qarzdorliklarni doimiy ravishda tekshirib borib, ularni o'z vaqtida to'lasangiz, pensiya hisob-kitoblarida xatolik yuzaga kelib, sizga ortiqcha to'lov qilinganini sezganingizda, bu haqda pensiya jamg'armasiga o'zingiz xabar bersangiz, bu sizni kelajakdagi noxush vaziyatlardan xalos qiladi va ortiqcha to'lovni ko'pincha siz uchun qulayroq shartlarda qaytarish imkonini beradi. Xulosa qilib aytganda, tizim endi har bir fuqaroning moliyaviy faoliyatini va ijtimoiy majburiyatlarini sinchkovlik bilan kuzatib boradi. Ma'lumot almashish tizimlari shunchalik takomillashganki, oldin ko'zdan chetda qolgan mayda qoidabuzarliklar ham endi osonlik bilan aniqlanmoqda. Shuning uchun shaffoflik va qonuniylikka rioya qilish bugungi kunda har qachongidan muhimroq. Asosiy qism 2. Qoidalardagi istisnolar. Nozik jihatlar va oshkor bo'lmagan nuanslar. Azizlar, hozircha men sizga umumiy qoidalarni va keng tarqalgan holatlarni tushuntirdim. Ammo har bir qoida o'z istisnolariga, nozik jihatlariga va yashirin tus olib kelishi mumkin bo'lgan nuanslarga ega. Keling, bu muhim detallarni ham birma-bir ko'rib chiqaylik. Chunki ular sizning vaziyatingizni butunlay o'zgartirishi mumkin. 1. Himoya chegaralari. Pensiyadan qancha pul ushlab qolinishi mumkin? Bu eng muhim nuanslardan biri. Hech qanday sharoitda sizning butun pensiyangizni tortib olishga ruxsat berilmaydi. Qonunchilik pensionerning hayot kechirishi uchun ma'lum bir minimal daromadni himoya qiladi. O'zbekiston Respublikasi fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonunining 78 moddasiga muvofiq ijro hujjatlari bo'yicha pensiyadan har oyda yig'ish miqdori pensionerning o'yga olinadigan pensiyasining ehir foizidan oshmasligi kerak. Bu umumiy qoida. Ammo ba'zi turdagi qarzdorliklar uchun bu chegara 7000% gacha ko'tarilishi mumkin. Masalan, aliment to'lovlari, sog'liqqa yetkazilgan zararni qoplash, boquvchisining vafoti natijasida yetkazilgan zararni qoplash kabi hollarda. Bu degani, sizga 1 million so'm pensiya to'lansa, odatda 500 ming so'mdan ko'p ushlab qola olmaydilar. Maxsus holatlar bundan mustasno. Bu sizni to'liq daromadsiz qolishdan himoya qiluvchi muhim mexanizm. 2. Pensiyaning turlari bo'yicha farqlar. O'zbekistonda turli xil pensiya turlari mavjud. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, shuningdek maxsus xizmatlar, harbiylar, huquq-tartibot organlari xodimlari uchun belgilangan pensiyalar. Har bir pensiya turining o'ziga xos hisoblash va to'lash qoidalari bor. Ba'zi maxsus pensiyalar, masalan, harbiy pensionerlarning pensiyalari boshqa qonunlar bilan tartibga solinishi mumkin va ulardan ushlab qolish jarayoni biroz farq qilishi mumkin. Ammo umumiy prinsiplar va himoya chegaralari odatda barchaga tegishli bo'ladi. Agar sizda maxsus turdagi pensiya bo'lsa, tegishli idoradan, masalan, Mudofaa vazirligi pensiya bo'limi aniq ma'lumot olishingiz kerak. Uch muddatlar chegarasi, davom muddati. Pensiya jamg'armasi yoki boshqa idoralar pensionerlardan ortiqcha to'langan mablag'larni qancha muddatgacha talab qilib olishi mumkin? Odatda ortiqcha to'langan pensiya summasi
Agar bu xatolik pensiya jamg'armasining aybi bilan yuzaga kelgan bo'lsa, 3 yillik muddatdan oshmagan holda undirilishi mumkin. Ya'ni ular 3 yildan eski xatoliklarni qayta ko'rib chiqib, pulni undira olmaydilar. Agar ortiqcha to'lov pensionerning yolg'on ma'lumot berishi, hujjatlarni qalbakilashtirishi yoki boshqa g'arazli harakatlari tufayli yuzaga kelgan bo'lsa, davom muddati amalda cheklanmagan bo'lishi mumkin. Va bunday hollarda jinoiy javobgarlik ham yuzaga kelishi mumkin. Shuning uchun har doim haqiqatni aytish va hujjatlarni to'g'ri taqdim etish muhim. 4. Ixtiyoriy va majburiy ushlab qolish o'rtasidagi farq. Agar siz pensiya jamg'armasidan yoki boshqa idoradan ortiqcha to'lov haqida xabar olsangiz, unga qanday munosabatda bo'lishingiz juda muhim. Agar siz xatoni tan olsangiz va ixtiyoriy ravishda qaytarishga rozi bo'lsangiz, ko'pincha siz uchun qulayroq shartlarda, masalan, kamroq foizda uzoqroq muddatga to'lash imkoniyati beriladi. Bu sizni sudga borish va sud xarajatlarini to'lashdan xalos qiladi. Ammo agar siz xatoni inkor etsangiz va pulni qaytarishdan bosh tortsangiz, u holda masala sudga oshirilishi mumkin va sud qarori asosida majburiy ushlab qolish boshlanadi. Bu holatda sud ijrochilari aralashadi va ushlab qolish jarayoni yanada qat'iyroq bo'ladi. Ustiga ustak ijro xarajatlari ham sizning zimmangizga tushadi. 5. Apellyatsiya qilish huquqi. Har qanday qarordan norozi bo'lishga va uni shikoyat qilishga haqqingiz bor. Agar sizning pensiyangizdan qandaydir mablag' ushlab qolingan bo'lsa va siz bu qarorni adolatsiz deb hisoblasangiz, siz pensiya jamg'armasi qaroriga yuqori turuvchi organga, masalan, Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligiga yoki bevosita sudga murojaat qilishingiz mumkin. Shikoyat arizasini berish muddati odatda qarordan xabar topgan kundan boshlab ma'lum bir muddatni tashkil etadi. Masalan, 30 kun. Bu muddatni o'tkazib yubormaslik juda muhim. Apellyatsiya qilish huquqidan foydalanish uchun barcha hujjatlarni, dalillarni to'plashingiz va vaziyatingizni tushuntirishingiz kerak. 6. Sud qarorisiz ham ushlab qolish mumkinmi? Ha, bu hozirgi tizimning eng muhim nozik jihatlaridan biri. Ba'zi holatlarda pensiya sud qarorisiz ham pul ushlab qolinishi mumkin. Masalan, ma'muriy jarimalar. Agar siz yo'l harakati qoidalarini buzganlik yoki jamoat tartibini buzganlik uchun jarima olgan bo'lsangiz va uni o'z vaqtida to'lamagan bo'lsangiz, sud ijrochilari avtomatik ravishda qaror chiqarib, sizning pensiya kartangizdan ushlab qolishni boshlashi mumkin. Bu jarayon sud qarorisiz faqat ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi qaror asosida amalga oshiriladi. Ixtiyoriy kelishuv. Agar pensiya jamg'armasi bilan ortiqcha to'langan mablag'ni qaytarish bo'yicha ixtiyoriy kelishuvga erishilgan bo'lsa, ushlab qolish sudga murojaat qilmasdan amalga oshiriladi. Kommunal to'lovlar bo'yicha qarzdorliklar. Ba'zi holatlarda kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar ham uzoq muddatli qarzdorliklarni sudga bermasdan ijro varaqasi orqali pensiyadan undirishga harakat qilishi mumkin. Shuning uchun meni sudga bermaguncha hech narsa bo'lmaydi degan tushuncha endi eskirdi. Hozirgi kunda ma'lumotlar almashinuvi shunchalik tezkorlashganki, kutilmagan holda pulingiz ushlab qolinganini bilib qolishingiz mumkin. 7. Xabarnomalarni e'tiborsiz qoldirishning oqibatlari pensiya jamg'armasidan, soliq idorasidan, mahalla fuqarolar yig'inidan yoki sud ijrochilaridan kelgan har qanday xat, xabarnoma yoki qo'ng'iroqlarga e'tiborsiz munosabatda bo'lmang. Ko'pincha ular avval ogohlantirish berishadi. Agar siz ularga javob bermasangiz yoki muammoni hal qilishga urinmasangiz, bu vaziyatni yanada og'irlashtirishi mumkin. Kichik muammo yirik sud ishiga aylanib ketishi yoki pensiyangizdan katta miqdorda pul ushlab qolinishiga sabab bo'lishi mumkin. Har doim muloqotga kirishing va vaziyatga oydinlik kiritishga harakat qiling. Bu nozik jihatlar va istisnolar sizga pensiya tizimining qanchalik murakkab ekanligini ko'rsatadi. Bu ma'lumotlarni bilish sizni himoyalashga va kelajakdagi moliyaviy muammolarning oldini olishga yordam beradi. Amaliy maslahatlar. Tomoshabin nima qilish kerak? Endi esa azizlar, men sizga bu yangi qoidalar va o'zgarishlar sharoitida o'zingizni va yaqinlaringizni qanday himoya qilish bo'yicha aniq amaliy maslahatlar beraman. Bu harakatlar sizni kutilmagan muammolardan qutqarishga yordam beradi. 1. Joriy moliyaviy holatingizni to'liq ko'rib chiqing. Barcha daromad manbalaringizni tahlil qiling. Nafaqat pensiyangiz, balki agar bor bo'lsa, ijara daromadlari, norasmiy ishlardan olingan pullar, boshqa ijtimoiy nafaqalar va hokazolarni, o'zingiz olib kelayotgan ijtimoiy nafaqalarning nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi,
shartlarga hali ham mos kelishingizga ishonch hosil qiling. Agar sharoit o'zgargan bo'lsa, zudlik bilan pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Agar siz kvartira, uy yoki boshqa mulkni ijaraga berayotgan bo'lsangiz, uni rasmiy ro'yxatdan o'tkazganingizga va soliq to'layotganingizga ishonch hosil qiling. Bu oddiy qadam sizni katta jarimalar va ortiqcha to'lovlardan xalos qiladi. Masalan, ijara shartnomasini my.gov uz portali orqali onlayn ro'yxatdan o'tkazish juda oson. Ikki shaffof bo'ling va o'zgarishlar haqida zudlik bilan xabar bering. Pensiya jamg'armasiga borib, holatingizdagi har qanday o'zgarishlar, masalan, oilaviy ahvol, sog'likdagi yaxshilanish, yangi rasmiy ish joyi haqida xabar bering. Odatda pensiya jamg'armasi sharoitlar o'zgarganda ma'lum muddat ichida xabar berishni talab qiladi. Bu muddatni o'tkazib yubormang. Agar sizga pensiya hisob kitobida xato qilingani va ortiqcha pul to'langanini sezsangiz, darhol pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. O'zingiz borib xabar berganingizda. Ular sizga nisbatan yanada tushunish bilan yondashadi va to'lov shartlari ancha yumshoq bo'lishi mumkin. O'ch qarzdorliklaringizni doimiy ravishda tekshirib boring. Yo'l harakati qoidalari buzilishi jarimalarini muntazam tekshiring. Buning uchun siz my.gov portalidan yoki soliq mobil ilovasidan, shuningdek, davlat xizmatlari markazlaridan foydalanishingiz mumkin. Jarimalar bo'limiga kirib, pasport ma'lumotlaringiz yoki avtomobil raqamingiz orqali tekshirishingiz mumkin. Kommunal to'lovlar, gaz, svet, suv chiqindi bo'yicha qarzdorliklaringizni doimiy ravishda kuzatib boring. Bu ma'lumotlarni my.gov uz portali orqali shaxsiy kabinetingizda yoki har bir kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotning saytidan tekshirishingiz mumkin. Hatto mayda qarzdorliklar ham vaqt o'tishi bilan penga qo'shilib, katta summalarga aylanib, pensiyangizdan ushlab qolinishiga sabab bo'lishi mumkin. Soliq qarzlaringizni Soliq qo'mitasining rasmiy veb-sayti soliq.uz orqali tekshirib turing. 4. Hujjatlaringizni tartibda saqlang. Pensiyangizga oid barcha hujjatlar, shartnomalar, ma'lumotnomalar va kvitansiyalarni ehtiyot qiling. Masalan, pensiya jamg'armasidan olgan ma'lumotnomalar, ish haqi to'g'risidagi hujjatlar, ijara shartnomalari va boshqalar. Bu hujjatlar sizning huquqlaringizni himoya qilishda muhim ahamiyatga ega bo'ladi. 5. Agar sizga xabarnoma kelsa, vahimaga tushmang. Birinchi navbatda xabarnomaning mazmunini diqqat bilan o'qing. Darhol pensiya jamg'armasiga, soliq idorasiga, sud ijrochilariga yoki tegishli tashkilotga murojaat qilib, vaziyatga aniqlik kiriting. Qo'ng'iroq qiling, shaxsan boring yoki rasmiy so'rov yuboring. Ular bilan muloqotda bo'ling. Agar imkoni bo'lsa, barcha muloqotlarni yozma ravishda qayd eting yoki ularning rasmiy javoblarini oling. 6. Huquqiy maslahat oling. Agar siz tushunarsiz vaziyatga duch kelsangiz, sizning pensiyangizdan katta miqdorda pul ushlab qolinayotgan bo'lsa yoki siz o'zingizni himoya qilishga qiynalayotgan bo'lsangiz, malakali yuristga murojaat qiling. U sizning huquqlaringizni tushuntirib, qanday harakat qilish kerakligini aytib beradi va kerak bo'lsa, sizning nomingizdan harakat qiladi. Misol, sizning qo'lingizda my.gov. Uz portaliga kirish uchun elektron raqamli imzo yoki identifikatsiya ID kartasi mavjud bo'lsa, siz nafaqat jarimalarni, balki soliq qarzdorliklarini, kommunal to'lovlar holatini ham tekshirishingiz mumkin. Agar sizda bu imkoniyat bo'lmasa, mahalla fuqarolar yig'indagi mas'ul shaxsga murojaat qilib, sizga yordam berishlarini so'rashingiz mumkin. Ko'pchilik mahallalarda hozirda elektron xizmatlardan foydalanishga ko'maklashadigan xodimlar mavjud. Bu oddiy, ammo juda muhim maslahatlarga amal qilish orqali siz o'zingizni va yaqinlaringizni moliyaviy xavf-xatarlardan himoya qilishingiz mumkin. Unutmang, ogohlangan, qurollangan demakdir. Xulosa va yakuniy chaqiriq, aziz do'stlar, bugungi videomizda biz pensiyalardan ushlab qolinishi mumkin bo'lgan yangi mexanizmlar, jarimalar va qarzdorliklar haqida juda batafsil gaplashdik. Tushungan bo'lsangiz kerak. Endi pensionerlar ham o'z moliyaviy ahvoli va majburiyatlariga nisbatan yanada hushyor bo'lishlari kerak. Raqamlashtirish davrida davlat idoralarining o'zaro ma'lumot almashish tizimlari takomillashgani sababli ilgari e'tibordan chetda qolgan detallar ham endi osonlik bilan aniqlanmoqda. Xulosa qilib aytadigan bo'lsam, 1. Ogoh bo'ling. Pensiyangizga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan barcha ma'lumotlardan xabardor bo'ling. 2. Shaffof bo'ling. Barcha daromadlaringizni deklaratsiyalang. Ijtimoiy nafaqalarni olish shartlari o'zgarganda zudlik bilan xabar bering. O'tib tekshirib turing. Jarimalar, soliqlar va kommunal qarzdorliklaringizni muntazam ravishda nazorat qilib boring va ularni o'z vaqtida to'lang.
muloqotga kirishing. Agar sizga qandaydir xabarnoma kelsa, uni e'tiborsiz qoldirmang. Darhol tegishli idoralar bilan aloqaga chiqing. Umid qilamanki, bugungi videomiz siz uchun juda foydali bo'ldi. Bu ma'lumotlarga amal qilish sizning moliyaviy xotirjamligingizni ta'minlashga yordam beradi. Fikrlaringizni sharhlarda yozib qoldiring. Siz bu holatlar haqida nima deb o'ylaysiz? Bunday vaziyatlarga duch kelganmisiz? Tajribangiz bilan o'rtoqlashing. Bu boshqalarga ham yordam beradi. Videoga like bosing va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Chunki oldinda sizni yana ko'plab foydali va dolzarb ma'lumotlar kutmoqda. O'zingizni va yaqinlaringizni asrang. Keyingi videolarda ko'rishguncha